Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik va tinchlik, xotirjamlik. Mana Xudo xolasa bugun ro'zani oxirgi kuni ro'za tutganlarni ilohim Alloh taolo tutgan ro'zalarini bargohida qabul etsin. Barcha yaxshi qilgan duolari, qalbidagi ezgu tilaklari ijobat bo'lsin. Hurmatli azizlar, bir oy mana bu ham bir mehnat, bu ham bir har tomonlama odam o'zini sabrini, nafsini sinovdan o'tkazdi-da endi misol uchun. Lekin o'zini shu nafsini tiya olmasdan shu bir oy mobaynida o'sha o'zini yomon odatlaridan voz kecha olmaydiganlar ham bo'ldi. Ayni shu kunlarda hamma o'sha ro'za tutib, misol uchun yaxshi niyatlar qilib, shu Alloh tutgan ro'zamni qabul etamikin deb yaxshi niyat bilan duolar qilib shunaqa bir o'zini sinovdan o'tkazayotgan bir paytda boshqalar o'zini nafsini to'ydirish bilan ovora. Mana kuni kecha Qashqadaryodan Toshkentga yo'lga chiqqan Isuzu yuk mashinasi G'allaorolda to'xtatildi. Qolganini hozir yana davom ettiramiz. Tak, to'xtatildi. Mana shu Isuzu mashinasi shu G'allaorolda to'xtatilgan. Eng qiziq joyi mana. Qarang. Ko'rindimi? Ana bechara ichida bu mashinaning ichida eshaklar, bir 20 tacha eshak. Endi eng qiziq joyi bilasizmi? To'xtatib bundan so'ragan paytda nima bo'ldi? Bu nima olib ketyapsiz desa, men qo'y olib ketyapman degan. Qo'y olib ketyapman degan. Endi ochib qarasaki, lekin qo'y emas. Eshak. Endi olib ketayotgan qo'ylaring mana birpasda eshakka aylanib qoldi. Bu nima ahvol? desa, keyin ichkariga olib kirib endi protokol yo'q qiladi-yu. Shunaqa paytda men sizga короче 2 million beraman, bu ishni bosti qiling deb, meni qo'yib yuboring deganmish. Endi qarang. Haqiqatan ham bu mashinaning ichida eshak emas, qo'y bor deb, u gayini qo'y deb o'ylabdi bu. Qo'y bu bilmaydi, qo'y desam qo'yib yuboradi deb o'ylabdi. Lekin bilmaydiki, u gayilar qo'y emas. U gayida ishlaydiganlar bo'ri ular. Bo'ri bo'lmasa u yo'lda turarmidi? Qancha mas'uliyatli ishda turarmidi? Bo'ri bo'lib ketgan ular. Endi bundoq o'ylab qarasam, u Isuzu'ni haydab ketayotgan shopirning o'zi eshak ekan. Eshak bo'lmasa, gayini aldamoqchi bo'lasan. Xo'p, qo'lga tushding. Endi bunga pora taklif qilma qilasan. 2 million pora taklif qilgan. 2 million beraman, qo'yib yuboring. Endi gayi ham bo'ri bo'lgandan keyin bo'ri bilasiz, o'ljasini mana shu kikirdogidan, mana shu jig'ildonidan ushlasa qo'yib yubormaydi. Men sirazi yana poraxo'rlikka o'sha qarshi kurash bo'limiga telefon qilgan. Mana menga pora taklif qildi. Buni ushlab bergani uchun ham endi premiya ham o'zining lavozimi oshadi. Endi yana bitta savol bor. Qarang, juda ham qiziq savol bu joyda. Bu eshaklar bechara Isuzuda qayerga ketayotganini bilmaydi bular. Bular endi tili bo'lmasa, bu jonivorni yani o'zi harom bo'lgani bilan mehnat halol deydi-yu. Endi bularning tili bo'lmasa, aka, shu Qashqadaryolik akaga, siz bizni qayerga olib ketyapsiz? Olib borib nima qilmoqchisiz? Qassobga topshirasizmi? Yo so'ydirib yuborasizmi? Bizning gunohimiz nima? Bizni qo'yib yuboring, unaqa qilmang deya olmasa, olib ketyapti. Yana savol. Bu nima maqsadda olib ketayotgan edi degan savol. Har holda olib borib lo'llaga tekinga tarqatmasa kerak. Mana endi qiynalib qolgan bo'lsanglar, men shu ro'za oyida savob bo'lsin deb shuncha Qashqadaryodan sizlarga olib keldim. Mana bitta xo'jalik boshidan shu ovolinglardi. Yo, ani makulatura yo plasmas baklashkalar yig'ib yurgan sizlarga kerak bo'ladi desa. Shunaqadirmikin? Yo'q. Hayotda unaqa demaydi. Endi buni taxmin qilib ko'rish mumkin. Bunga o'xshagan videolar juda ko'p chiqdi. Haqiqatan ham internetda bosib ketgan. Eshakni so'yayotgan paytda ham ushlab olishdi.
so'yib, go'shtini shilib olib, terisini olib, suyaklarini daryoga tashlaganda ham ushlashdi. Bir qancha eshakni skladga o'xshagan joyga qamab qo'yib, endi so'yishga tayyorlab turgan joyda ham ushlab olishdi. Mana endi hech qo'rqmasdan qarang, nagilli mashinaga yuklab, o'sha Qashqadaryodan Polni Ishqalli orolgacha kelgan. Endi bundan o'tib ketsa, dalshi o'sha qayerga olib ketyapsiz desa, men Toshkentga olib ketyapman deb ham aytgan. Lekin o'sha nima maqsadda olib ketyapsiz deganiga javob bermagan. Azizlar, bu ro'za Ramazon oyida haqiqatan ham shu oramizdagi eshaklar hech tavba qilmaydi, bular tavba qilmaydi. Mana bu endi mana shu yaqin 2 oy ichida bir 10-mi, 15-video mana shu eshaklar to'g'risida именно. U qo'lga tushgan eshaklar emas. Shu bechara zabonsiz, ongsiz, faqat shu egasi niqtab, qamchin bilan ursa ishini bajaradigan eshaklar emas. Shu eshaklarni shu olib borib so'ymoqchi bo'lgan yoki qassobga sotmoqchi bo'lgan, tavba qildim, astag'firullah. O'sha eshaklar bular, haqiqiy eshaklar bular. Mana. Endi azizlar, albatta go'sht yeyotganda yo go'sht olayotganda yo ovqatlanadigan joylarda baribir ehtiyot bo'lishimiz kerak-da. Bilib bo'lmaydi endi. Biz qadam bilamiz. Misol uchun odam ko'chada somsa yeyishga ham, manti yeyishga ham cho'chib qoldi, to'g'risi gap. Buni endi ishonchli joy bo'lsa, halol, pokiza odamlar ishlayotgan joy bo'lsa-ku, xavotir qilmaysiz. Nima bo'lsa endi mayli, bular halol insonlar. Lekin endi bilib bo'lmaydi, bular kimga olib borib sotadi, qaysi joyga sotadi. Mana. Endi uqmagandan keyin oxir oqibat mana shunaqangi qo'lga tushib, endi eshaklar nabalot qutulib qoldi. Endi bu eshakdan battar azobda, agar vijdoni bo'lsa, qiynalib, o'zini qilgan ishidan pushaymon bo'lib o'tadi endi. Katta jarimalar kutib turibdi. Пожалуйста. Endi o'sha oldingi sotgan bo'lsa, oldingi sotgan eshaklarning pulini jarimaga to'laydi. Ana. Birodarlar, xulosa o'zingizdan.